mos. Texnikani birinchi bo'lib dvigatel maslasiga, motor moyiga, gidravlika moyiga, antifriziga e'tibor berib zavod qilib ishga chiqsangiz, lekin iloji boricha har kun bo'lmasa cherezdin smaskasini qilib e'tibor berib haydasangiz, uzoq muddat xizmat qiladi. Cho'mishnikini aka bir kunda kerak bo'lsa 3 marta yo'g'gan. Ha, chunki eng asosiy cho'mish. Asosiy qismi cho'mish. Chunki ko'sh suvga kiradi, loyga kiradi, shag'al olishi mumkin. Shuning uchun mana bu loylarda palislar yedirilmaydi. Bo'ladi-da. Palis turkalari yaxshi turadi. Ilojim boricha men ko'proq cho'mishni saldorlayman. Masalan, bir kunda 2 marta, 3 marta saldorlayman. Tepani 2 kunda bir saldorlayman. Bo'ladi. Shunda makimnikini bilasizmi? Do'sancha 15 metr. Qalay Dusan bilan solishtirib ko'rdingizmi ishlashlarini? Baribir bu aka baribir Tezroq, ha? tezroq. Chunki bu keldi, buni tamojidan olib chiqib, o'zimiz orqaga siklatimizga, plashatkaga haydab ishlatib ko'rdik. Men o'shanda bildim tezligini. Cummins motori bilasiz. Bilaman. Inshalari hammasi yaponskiy. Reduktorlari hammasi ishlashlari tez. Tezlashtiramiz-da, xudo xolasa. Biz o'zimiz kelib, qarang, bizning kompaniyani boshqa kompaniyalarga nisbatan farqi shundaki, biz STT kompaniyasi, Space Texnika Tashkent, biz 2,5 ming motochas garantiya beramiz texnikamizga va 1 yil besplatniy servis xizmati bor. Bu besplatniy servis xizmati deganda texnika bu temir, nimadir qismi отказ qilib qolishi mumkin yoki qayerdandir moya qizib qolishi mumkin, qaysidir shlankasi misol nimadir muammo bo'lib qolgan taqdirida ham egasiga muammo tug'dirmaydi. Biz har zapchasimizni zavoddan bizga bor. Zapas siklatimizda turadi. Kelib, o'zimizning hisobimizdan alishtirib, ustalarimiz bilan, mexaniklarimiz bilan kelib, xavf bartaraf qilib, chiroyli qilib ketamiz. Hech qanaqa xarajat qilinmaydi sizlardan. Ishlashga gap yo'q. Mana tim bo'lib dosan haydagansiz-a o'zingiz? Do'san ham haydaganman, jo'nan ham haydaganman aka. XGMani buni gidravlika nasoslari yana qaytaraman. Hammasi yaponskiy. XGM modelini biz ko'p sotdik. Shuning uchun bunga bizga talab ko'proq tushyapti. 12 metrligini sotdik, strelasi. Uzunligi 12 metrlik, 14 metrlikdan sotdik, bodiga sotdik, vohaga sotdik. Bu 16 metrlik. Buni maxsus baliq ko'li uchun zakaz asosida chaqirtirib berganmiz, Jamoliddin aka, chunki bizani eski mijozimiz. Bu yoqqa buldozer ham sotganmiz, haydov buldozerni. Buni farqi shundaki, bu smetkasi e'tibor bergan bo'lsangiz, boshqa ekskavatorlarniki 60 sm bo'ladi. Bashmagi. Bularda hozir uzatsamchilar bormi? Buni 80 sm qildirganmiz, balotaga yaxshi yurish uchun. Balotni qilganmiz. O'tmaydi. Yaxshi yuradi. Bu mashta asosiy o'zi balotni shu ko'llakda, ko'llak qo'lini. Va bu endi bu janavar endi shu voyni ichida yuradi. Kuchi bormi? Uzoqqa strelani oxirigacha cho'zib, cho'mish to'ldirib, kosh to'ldirib olsangiz ham oldim aka, bir nima qildimda ertalab shayda oldim aka. Shuni bor bo'yiga cho'zib oldim-da, shaydan ko'tardim. Qani qanaqa holat bo'lar ekan deb. Bo'l aka. Bir sinab ko'rdim. Texnika zo'r aka. Bo'ladi. Ikkimda bir saldorlayman, cho'mishdan bilan har kuni saldorlayman. Keyin обязательно moylarini o'z vaqtida alishtiring. Texnikani 2 soatda almashirsam bo'laveradi. Bo'ladi. Chunki moyi bu yangi texnika, moyi qoraymagan, rangi o'zgarmagan bilan moydagi o'zini elementlari, moydagi qanaqadir shirasi qochib qoladi. O'zimizning tilga aytganda shirasi qochib qoladi. Ayrimlar ko'radida moyim toza turgan ekan deydi, alishtirmaydi 300-400 soat bo'lsa. O'shani moyingiz toza turgan paytda moyini o'z vaqtida alishtirsangiz, moyni alishtirdingizmi, обязательно maslinni filtrlarni, toplinni filtrlarni komplekt hammasini alishtirib tashlang. Iloji bo'lsa, har zamina masla qilganingizda toplinni, maslinni filtrlarga qo'shib, pechka, salon filtrlarini ham alishtirsangiz, pechkani qo'shib yoki konditsioner qo'shib ishlagan vaqtingiz salonga har xil hidlar, zapqlar kirmaydi. Toza akkuratni yurasiz. Hamma har xil minadi. Siz mana toza akkuratni minasiz, kimdir keladi, oborotini 2000 oborotga qo'yib qo'yishi mumkin. Ha, siltab, u gidravlika nasosga ham zo'r keladi, nagruzka beradi. Hamma har xil minishi mumkin.
Shuning uchun o'zingiz haydab, chiroyligina qarab haydasangiz, uzoq muddat xizmat qilib beradi. Xudo xohlasa o'zimiz tiraylar minamiz endi, Xudo xohlasa endi. Uncha-munchasiga orzu. Bu narsa orzu-da. Orzu. Masalan, men ham shu baliq yo'lda o'rganganmiz. O'zimni ustozim amakim bo'ladi. Ha, ekskavatorda o'rgatganlar. O'zimni o'rgatgan, o'sha amakim bo'ladi. Amakimda ham texnikalari bor. Xayrullo bor ishani men dedi. O'zimiz kelsa. O'sha yangiga o'tirdi. O'zimda amakim ustozim bo'ladi. Ismi Zikrillo. Shunaqa. Ustozim-cha amakim. Buni shu ko'lda o'rgatganmiz. Chunki kabina polni shumoizolyatsiya qilingan. Orqalari ham motorni ishlab turgani, оборотni ko'tarib turib 1600-1800 ga qo'yib ishlasangiz ham salonga eshitilmaydi. Shofyorga qulayligi shu. Bemalol telefondan gaplashasizmi? Qo'shiq qo'yib musiqa eshitasizmi? Bemalol komfort ishlaysiz. Chotki, Xudo xohlasa texnika zo'r. Sunnasi yaxshi aka. Rahmat. Shunchalik qilib ana olib kelib berilgan aka, sizlarga rahmat. Mana kelyapsizlar. Ishlashiga gap yo'q aka. Siz xursand bo'lsangiz, Biz aka xursandmiz aka. bo'ladi aka. Xursandmiz.